Qovoq sezoni boshlandi. Qovoqni o'zi umuman uni yumshoq qismi foydalimi yoki urug'i foydalimi erkak kishiga? Erkak kishi odatda qovoqni urug'ini yeyish unga qulay, lekin uni yumshoq qismini yeyish u uchun balki somsada yeb qolar, mantada yer yoki qovoq shirqoq ichganda yerkan. Umuman erkak kishi uchun agar unda siydik yo'lda, prostatasida muammo bo'layotgan bo'lsa, unga qovoqni yumshoq qismi ko'proq beriladi va oshqozon ichak tizimi, prostatadagi o'zgarishlarni yumshoq qismi ko'proq ta'sir qiladi, yaxshilaydi siyishni. Lekin urug'iga keladigan bo'lsak, urug'i erkak kishining spermatozoidlarini ishlab chiqarilishini, uni foizini, sifatini va testosteron ishlab chiqarilishiga ta'sir qiladi urug'i. Chunki urug'ning ichida sinkga juda ham boy. Shuning uchun agar urug' foizini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, testosteron ko'tarmoqchi bo'lsangiz, qovoqni urug'ini iste'mol qiling. Agar prostatadagi o'zgarishni, adenomani, prostatitni davolamoqchi bo'lsangiz, uni yumshoq qismini ko'proq yeng. Ikkalasini birga iste'mol qiladigan bo'lsangiz, zarar bo'lmaydi. Qovoq urug'i kuniga 30-40 donasini bir mahal, ikki mahal iste'mol qilib turgan yaxshi. Shunday foydali ma'lumotlarni bilish uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.